Mana bu BYD'ni qaranglar, mana ketyapti. Bu yoqda Spark. Mana bu yoqda mana peshixod qaranglar. Mana kuchuk bechara peshixoddan o'tyapti, peshixoddan ham urib ketyapti. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Peshixoddan ham urib ketyapti deb san shofyorlarni. Ko'rdinglarmi? Qaranglar, Surxondaryodan mashina kelgan ekan, ozgina bitta kuchukni urib ketgan ekan. Aka, dadangiz urib ketdimi? Bu o'zi bizada qildirib ketuvdingiz buni ishlarni. Instagramda shartli muxlisingizman, sizni kuzataman. $300 bo'ldi, kelishtirib beringlar deyapti. Videolarimga pasan like bosasiz. Aka Instagram oching. Agar oxirgi 3 ta videomga hammasiga like bosgan bo'lsangiz $50 skidka. Oxirgi 3 tasiga like bosgan bo'lsangiz. Oxirgi 3 ta. Ha. $50 o'tib beraman. Ko'ring mana. So'nggi omadni sinab ko'ring ham. So'nggi omadni sinab ko'ring mayli. Oxirgi 3 tani ko'rgan. O'zi podpiska bosganmiz chiqib. Podpiska bo'lmasalarga shunaqa nima qilaman? Yo'q, serios. Narxlar 2 barobar oshadi lekin. Qani poyistni bering. Mana BYD servis emasmi? Yo'q, BYD o'zni bosing. Ya BYD o'z bor mana. Mana kiring. Mana bor ekan. Bor ekanmi? Ha, kiring bunga. Yangi kolleksiya. Xo'p, qarang mana oxirgi 3 ta videolarim. Mana bittasiga bosmabsiz. Ikkinchisiga ham bosmabsiz. Ko'rdingizmi? Umuman videomga like bosmagansiz. Hamma videolaringizga like bosaman deysiz-ku aka. Yolg'onchi ekanman. Yolg'onchi ekansiz. Mayli, endi qolgan obunachilarimiz yolg'onchi bo'lmasin. Mabodo mashina har zamonda mashina Like bosinglar, lekin like bosib turinglar. Mashina sinaymiz. Bundan keyin agar haqiqatan like bosgan bo'lsanglar, mayli skidka qilib beramiz sizlarga. Aka rozimisiz $300 ga? Alloh barakasini bersin. Agar borku, bosganingizda mayli $100 ham o'tib beraveraydim, borku. 3 tagina like, 3 tagina bunday qilib qo'yish $50 pul o'zi aslida. Mayli. $301 ekan, $301. Olinadi. $301.